Balalarimiz yoqtirib yeydigan sho'tiyani oila qilsam churuk chiqmadi yoki qo'rib suzib olgandan keyin yana yumshab oldi degan do'stlarga o'xshamaydigan usulni yutib qo'yay. Etish usulimi nihoyat oddiy, birlik ko'rsangiz o'rganalaysiz. Samsa güneş başlar ketdik. Avval aqlanga yangidan birini tayyor qilib, qalinligini cho'qindan cho'ngligiga to'g'ri olamiz. Endi nurg'un do'stlar diqqat qilmaydigan ish bo'lsa, bu yong'ini cho'qim 2 qatim to'xtamay suvda yuvib, buning tarkibidagi kraxmal tarkibini cho'qim pokiz chiqaramiz do'stlar. Ondan imkoniyatni bercha yong'in qalamchisini qog'oz yoki lungidan foydalanib pokiz quritamiz. Suylarni cho'qim pokiz quritmasak, zaliq qilib olgandan keyin yumshab oldigan ish dalmishnoda bo'ladi. Onda buning ustiga cho'ng ustamni qunoq kraxmaldan avval bir qo'shiq solib, bir nechta aralashtirib o'tgandan keyin orqadan ikkinchi qatim yana bir qo'shiq solib yana aralashtiramiz. Lekin birlik qatimda ko'p qo'yib yetish bo'lmaydi. Suratdikman mushallat kelgandan keyin qozon ko'proq miqdorda may qo'yib, alt uluch qizigan vaqtda bir-birlab selib, yong'oq qalamchisi sal qetig'igacha aralashtirmaymiz do'stlar. Bir qadar shakl kelgandan keyin cho'kar qilib bir narsa aralashtirayotgandan keyin o'tning besimini tuvan tanshab uzoqroq zal qilsak, suratdek mana shunday sariqib churuk holat keladi. Yana bir deb qo'ya do'stlar, chuqum o'tning besimini tuvan tanshab uzoqroq zal qilamiz. Ondan taqsiga olgandan keyin yong'oq qalamchisiga vaqtda chuqum bo'lmaydigan cho'ng ustamning yengdan bazaga selingan pomidor shirin qiyamida muvofiq miqdorda elib, cho'ng ustamning cho'nliqi bor do'stlar, pomidor shirin qiyamning qaysi xilini tanlashni bilmagan do'stlar, cho'ng ustamnikini bir tetib beqishlarni tavsiya qilaman, ta'mi alayda yaxshi chiqadi.